Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun 31-mart 2025-yil navbatdagi obzorimiz bo'ladi. 2 xonalik полноценный глухой xonasi bo'lmaydi. Yangi qurilgan binolar pishig'ishdan qilingan 8 qavatli binomizning 2-qavatida joylashgan 2 xonalik kvartiramizni obzorini qilamiz. Xo'p, mana shu joyimiz hol bo'ladi. Juda kattagina ekan. Podyezddan kirib kelamiz. Xo'p, mana shu o'ng qo'lda oddiygina mayda veshilka qilsa ham bo'lar ekan. Hop, poyabzal qo'yadigan mebelimiz bor ekan. O'rtada oshxonamiz, ikki tarafda xonamiz joylashgan. Chap tarafda ikkita sanuzilimiz bor ekan. Va shu burchakda ham prixojeniy mebel qilganlar. Bu yaxshi narsa va oynalari ham ko'pgina ekan. Hop, boshlaymiz xonalarni ko'rishni. Hop, setini yoqamiz. Yuvinish xonamiz bo'ladi, kattagina ekan. Hamma narsa qoladi, mana sharoitlarimiz bor. Kir-yuvish mashinamiz ham qolar ekan. Hop. Alohida bo'ladi dedik va sanuzilimiz bo'ladi. Ikkalasi ham kattagina ekan. Kvartiramizni kvadrati 76 kvadrat bo'ladi. Yangi ta'mirdan chiqqan, deyarli yashalmagan kvartira bo'ladi. 2 xonalik. Birinchi xonamiz mehmonxona qilganlar. Mana o'zbekona stilda tapchanchar va televizorlarimiz ham bor ekan. Konditsionerimiz bu yerda yo'q ekan. Hamma derazalar katta ko'chaga qaralgan, akvaplastdan qilingan 2 qavatli oynalar bo'ladi. Hozir oshxonadan ko'rsatib o'taman. Endi hozir pardalarni ochish sal muammo bo'ladi. Oshxonadan bilsak bo'ladi. Juda ajoyib ko'rinishdagi xonamiz, yangi ta'mir. Shundoq kiramiz, maza qilib yashaymiz. Hududimiz Samarqand vokzal parkining yonidagi yangi qurilgan binolar. 8 qavatlik. Ikkinchi qavatida 2 xonalik kvartiramiz. Oshxonamiz mana 2-qavat, katta ko'cha bo'yiga joylashgan. Partsiz deydi yoki eski Beeline desak ham bo'ladi. Oshxonamizda ham hamma sharoitimiz bor. Stol stullarimiz ham bor ekan mana. Muzlatgichimiz ham bor. Shu hammasi qolar ekan. Hop, ko'p tilla rangli ko'ryapman. Tillani yaxshi ko'rar ekanlar. Hop, oxirgi xonamizni ko'ramiz. Mehmonxonamiz bo'lar ekan. Yumshoq mebellarimiz, mana televizorimiz bor. Shu xonamizda konditsionerimiz bor ekan. Gluxoy yo'q dedik. Ana shunaqa kvartiramiz sotuvga chiqdi aziz do'stlar. Samarqand shahar vokzal hududi. Vokzal parkining yonida joylashgan 8 qavatlik yangi binolar. Sudxona deydi yoki shundoq yaqinimizda eski Beeline chorrahasi joylashgan. Pavarot ham yaqin, vokzalning o'zi ham yaqin, vokzal parki, vokzal bozori hamma joy juda qulay joyda joylashgan o'zi kvartiramiz. Yangi binolar pishirish 2-qavat, 2 xonalik bo'lar ekan. 76 kvadrat, narxini 75 ming deyaptilar. Yana ozgina savdosi bor ekan. Qiziqqanlar tezda pastdagi nomerlarga aloqa chiqamiz.